Assalomu alaykum akalar, ukalar. Xudo xolasa mana bugun Namangan viloyati Top tumanimi, shaharchasimi o'sha kelganmiz. Xudo xolasa mana kichkinagina darvozachamiz olib keldik. Uyda egasi joyda buzib bermagan ekanlar. Hozir mana shu buzib doimgidek mana shu joyga o'rnatamiz, xudo xolasa. Mana akalar, xudo xolasa joyimizni buzib, mana chiqqan g'ishlari mana shu to'lazasi go'shtdan chiqdi, g'ishlar ham chetdan chiqdi. Hozir peshana sho'rish kerak, nuqul shunaqa buzadigan joylarga to'g'ri kelamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatdi, zazorlar qolmadi yonida. Motoplotniy bo'lib tushdi. Xudo xolasa zamoylar ham stimul kalit. Xudo xolasa ochilib yopilishini bemalol devor eshigidan yaxshi. Xudo xolasa o'rtalislarimiz qalin bo'lgan, profillarimiz birlikda bo'lgan. 3,5 million so'mga o'rnadi. Eni 240, bo'yi 270 bo'lgan. Orqa tomonlarini ham ko'rib qo'yamiz urqator. Mana orqa tomondan ko'rinishi, xudo xolasa motoplotni bundan ortiq o'rnatib bo'lmaydi. Bu tarafni buzganimiz uchun zazorlar ochilib qolgan. Bundan ortiq o'rnatib bo'lmaydi, xudo xolasa. Zo'r. Uydagilarga yoqdi aka ish qilib. Zo'r. Xudo xolasa xizmat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.